jangchini bizga tanishtirib o'tdi do'stlar va biz ham bu ishni bajarishimiz kerak. Dastavval oktagonga Amir Husayn Ajir chiqib keldi. Referi poyedinka Eronlik Musayev jangchi O'zbekiston. ochig'i 2-0 rekordiga ega, lekin biz ligalarni qarab o'tdik. Ochig'i Boburbek siz ham bilmaysiz menimcha bu ligalarni. Ammo uning raqibi mamlakatimiz vakili Atayev 25 ta kuzatgan edik uning jangini. Farg'ona viloyati Rishtondan ajoyib sportchi Sarvarbek Hasanov haqiqatdan havaskor MMA bo'yicha anchagina natijalarga erishgan va endi professional MMA da o'z faoliyatini boshlagan. Haqiqatdan Sarvar juda ham talantga boy sportchilardan biri hisoblanadi. O'zim shaxsan u bilan zal mashg'ulotlar jarayonida birgalikda sparinglar qilganmiz. Haqiqatdan har tomonlama har narsani biladigan jangchilardan biri. xotirjam, shoshmasdan kuzatdi. U ham endi raqib haqida juda ko'p ma'lumotga ega emas albatta. Mana kuzatdi, qolibga qochayotganligini ko'rib tashlandi hozir tuzzada. Qaychi uslubida. Ajir ham haqiqatdan raqib jismonan kuchligiga bilinib turibdi. U ham mana o'ng qo'l zarbasi haqiqatdan Sarvar anchagina zarbalar ko'tara oladigan qobiliyatga ega. Haqiqatdan uni nokaut yoki nokdaunga uchrashish juda ham qiyin masala. Lekin baribir zarbalarni o'tkazib yubormasa kerak va parter holatidan yaxshi turishni boshladi. Bela nazorat Amir qilmoqda. Husayn Ajir haqiqatdan parterda bir qancha bilimlarga egaligini ko'rib turibmiz. Haqiqatdan turishni eplay olyapti hozircha Sarvar, lekin to'liq oyoqqa turib olishga imkoniyat bermayapti va zarbalar ikkita aniq zarbani o'tkazib yubordi, kuchli zarbalarni, mana uchinchisi ham o'tdi. Himoyalandi oxiri. Uchinchisi o'tmasligi uchun qo'lini ko'tarishga majbur qilyapti. Yana bir zarba. Nazoratni qo'ldan boy bermayapti. Oldingi harakatlar. Chiroyli taktik harakat, oyog'ini chalib hozir yana raqibini pastga tushirdi. Takedown ham chiroyli bo'lganda. Yosh MMA jangchilari Sarvarning harakatlarini diqqat bilan kuzatishlarini maslahat bergan bo'lar edi. Ikkinchi xuddi shunday chiroyli harakat parterda va back mount to'liq egallandi va Amir Husayn mana bu qilayotgan harakatlari haqiqatdan ham parterda to'liq tushib qolmaslik imkoniyatiga beradi, lekin anchagina jismoniy kuchni ham tortib oladi. 80 kilogramdan og'ir hozir Sarvarning holati va ketma-ket zarbalar. Backmount holatida kerak Amir Husayn va Sarvarning o'zi bu holatdan turib ketdi. Qanday high kick, tuzzada zarba va yuqori takedown ko'ramizmi? Ushlab olyapti Otabek Musayev, ogohlantirdi va takedown oxiri bor. Murakkab holatda Ajir. Tinmayapti, ishlayapti. Bir usuldan ikkinchi usulga o'tish jarayoniga e'tibor qarating do'stlar. O'zining ustunligidan yaxshi foydalana olyapti Sarvar va haqiqatan hozir raqib biroz yangib qolganligidan foydalanib, haqiqatan chiroyli harakatlarni amalga oshirib jangni tugatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Va Amir Husayn ham shunchaki bu yerda kaltak yegani kelmaganligini ko'rib turibmiz va harakat qilyapti haqiqatan, lekin bu yerda uni harakatlari yetarli bo'lmayapti. Pastdan Yana bir aniq zarba. juda kuchli bo'lmasligi mumkin, lekin og'riqli. Mana shu Yoqimsiz zarba. yoqimsiz zarbalar u tuzzada hozir jigariga. Tasavvur qiling, bir tarafdan sizni og'ir bir sportchi tepadan turib bosib tursa-yu, ikkinchi tarafdan zarba berishni boshlasa. Biz ko'ra qolaylik, tasavvur qilmaylik, keling. Tasavvur qilish og'ir narsa, albatta. Og'ir. Ushlash kerak emas, to'rda ogohlantiryapti. Va qulay vaziyat yuzaga keldi deguncha zarbalar yo'layapti Hasanov. Yana bitta zarba pastdan, endi kuchliroq, amplituda bor. Yo'l-yo'lakay kapasini ham joyiga qo'yishga ulguryapti Amir Husayn. Va kuch uni sekin-sekin tark etayotganligini ko'rib turibmiz. O'zini va raqibini og'irligini ko'tarib 2-3 marta o'rnidan turish va albatta katta kuch oladi va e'tibor qarating, o'ng qo'l bilan Sarvar qanchalik raqibini himoyasini yo'qqa chiqaryapti va bo'g'ish uslubiga o'tishga va taslim bo'ldi. Sarvar Hasanov ajoyib g'alaba, ajoyib jang. Biroz Bo'g'ish usuli bilan в данном поединке победу удушающим приемом одержал Октепа Fight Club Rishton Farg'ona Sarvar Hasanov.
Ajoyib manzara, mo'jiza amfiteatri. Hasanov xursand holda chiqib ketmoqda hozir. Biroz avval biz kuzatdik do'stlar.